Erkak kishi go'zal bo'lishi shart emas. U maymundan sal farq qilsa bo'ldi. Eng asosiysi mard bo'lishi kerak. Mard erkakning ayoli esa go'zal bo'lishga majbur. Dubai House'da esa sizni ayolingizni go'zal qilib ko'rsatadigan liboslar sotuvda. Birinchi o'rinda Skechers'dan boshlaymiz. Skechers'imizni orqa tarafini qarang. Juda ham qulay. Bitta narsasi yoqdi, buni qarang. Kiyish uchun opa shunaqa oson egilib o'tirmaysiz. Hamma narsa bilan yarashib ketaveradi. Xohlasangiz ko'ylaklar bilan, xohlasangiz dvoykalar bilan kiysangiz ham bo'ladi. Skechers'imizning narxi esa Skechers narxi qancha? Keling. Bo'ldi, ketdi. Keling. Skechers'ning narxi esa 475 ming so'm. Dastavka xizmatlarimiz bor. Endi esa dvoykaga o'tamiz. Rasvetkalar bor. Endi bizda dvoyka qarang, nima deyapti bu dvoykamiz? Shunchaki olib ayolingizga hadya qiling deyapti. Razmerimiz 44 gacha bor. Egnimda 44 razmeri, qo'sh etek, Bezas brendi, har bir bisirlari qadab chiqilgan qora rangi, imomnaqa rangi va shunaqa ranglari sotuvda bor. Dastavka xizmatlarimiz ishlab turibdi. Manzilimiz Toshkent shahar, Ko'kchi, 4-darvoza urasiz. Ko'kchi masjidiga 500 metr qolganda yangi Novostroykaning shunaqa birinchi qavatida.